Assalomu alaykum hurmatli aziz vatandoshlar. Mana bugun 11-yanvar Muhammad Yusuf jiyanimi kanalidan yangi obzor chiqaryapmiz. Bu kanal orqali Aliyuz, Mahmudjon kanallarida hammanglar ko'raverasizlar. Hamma musofir yurganlarga assalomu alaykum hammanglarga. Mana bugun 11-yanvar narxlarni yanada bitta aylantirib oling o'g'lim. De juda narxlarni juda arzon holatda inshaalloh 300 dollardan 1,5 ming dollargacha ham balati. Bo'lmasa 500, 700, 800 hamma narxga qilib beramiz inshaalloh. Bugun mana 11-yanvar yakshanba kunlikda juda chiroyli qilib sizlarga juda chiroyli sajda obzor qilib beramiz. Xudo xolasa manzillarni aytib o'tamiz. Andijonda Piyotda, Toshkentda yankasi. Andijonda O'zbekiston ko'cha desanglar hamma biladi. O'zbekiston ko'chaga kelib 48 marshrut yuradi. To'g'ri kelaverasizlar. Xudo xolasa inshaalloh qo'limizda kelganicha sizlarga hamma yaxshilikni qilib beramiz inshaalloh. Ayniqsa musofir yurganlar hammalar Alloh o'z panohida asrasin. Kommentariya Muhammad kommentariyalarni o'qiyman. Qo'linglar dard ko'rmasin. Malades. Sizlarga ham inshaalloh hammalarga har bitta yozganinglarga Allohim salovatli savobini bersin. Xudo xolasa bartillarimizni aytib o'tamiz. Mol, qo'y, mashinani devorda qanaqa turi bo'lsa ham olinaveradi. Bu yog'i Jiguli 0705 gacha inshaalloh. Nomerni aytib o'tamiz. 648 0001 99 273 0001 91 648 0002 91 618 0002 91 168 0002 90 220 77 79 raqamlariga murojaat qilaverasizlar. Lakassa Telegram agar Noboda telefonni ajdaniga tushib qolsanglar, Telegramiga Lakassa nima qanaqa mashinani nomeriga qarab ma'lumotni ovozli jo'natsanglar ham hammasi javob beradi. Inshaalloh Xudo xolasa hammanglarga qo'limizdan kelganicha mana shu hamma oilaviy jamoa hammamiz sizlarga xizmatdamiz. Xudo xolasa o'lim boshlayveramizmi? Boshlayveramiz. Boshlayveramiz. Mana shu birinchi yuring o'lim mana boshidan boshlaymiz inshaalloh. Arzon qilib beramiz akalar Xudo xolasa. Muhammad Yusuf 12 so'raganlar bor ekan mana 3 ta 12, yana bitta 12simiz kelyapti, ulgurmay qoldi. 3 ta 12, 4 ta 12simiz bor, bitta trekerimiz bor. Xudo xolasa Mahmudjon kanali, Mahmudjon Mashina bozor kanali, Aliyuz kanali, Muhammad Yusuf kanalidan hamma bugungi 11-yanvardagi obzorimiz juda chiroyli qilib chiqarib beramiz o'g'lim. Keling o'g'lim, boshlaymiz. Xudo xolasa bu mashinamiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi umuman yo'q. Yurgan kilometri 60 ming yurgan, Alt Premier Plus deganda ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa bu mashinamiz 14 ming dollarga qilib beramiz o'g'lim. Bo'laveradimi o'g'lim? Bo'laveradi. Keling o'g'lim. 14 ming dollar akalar, 4 yangi balonlari bor. Bu mashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan, 3-paytda mexanika. Menga qaratib oling, 3-paytda mexanika. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa buni kraskasi umuman yo'q, yurgani 50 ming kilometr. Bu mashinamiz ertaga kunga 11,5 ming dollarga qilib beramiz. Noboda bank qilib olaman desanglar, nari mashinamiz 2000 dollar bilan chiqadi. Bu mashinamiz 1700 dollar bilan chiqadi. Xudo xolasa hammanglar bittadan like, bittadan partikka bosib qo'yilamiz Muhammad Yusuf kanaliga. Keling o'g'lim. Bu mashinamiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan. O'lim bu 22-yilda ishlab chiqarilgan, juda go'zal holatda, kraskasi umuman yo'q. Yurgan kilometrini 40 ming yurgan. 40 ming yurgan ekan, ertaga kunga 10.500 dollarga qilib beramiz, 1200 dollar bilan chiqadi. To'g'rimi o'g'lim? To'g'ri. Narxlarda aka bomba qilib beramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa arzon qilib beramiz akalar. Bu mashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan, juda go'zal holatda, kraskasi umuman yo'q. 23-yilda ishlab ertaga kunga 11,5 ming dollarga qilib beramiz. 1400 dollar bilan chiqarib beramiz. Kraska umuman yo'q, propan gazlari bor. 50 ming yurgan akalar, mana 50 ming yurgan mashinamiz. Bunisi 2020-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi kapotida, bitta kapotida bor ekan, boshqa joyda yo'q. Avtomat 4-paytda Cobalt. Akalar ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 8600 dollarga qilib beramiz. 1100 dollar bilan chiqadi 4 yilga. Oylik to'lov 3,6 mingdan. 3,6 mingdan akalar. Akalar, opalar, singillar, biz O'zbekiston kuzatuvchilar, inshaalloh qo'limizdan kelganicha sizlarga ilinamiz. Mana mashinalarimiz 70-80 ta mashinamiz bor. Inshaalloh 500 dollar, 300 dollar, 800 dollar, 1200 dollar, xullas libo summaga mashina bor. Bu mashinalarimiz kraskalarini ham aytib o'tyapmiz. 1100 dollarga 4 yilga chiqadi. Buni ham Muhammad Yusuf buni ham 4 yilga chiqarib beraman. Bir xil narx. Ikkalasi ham bir xil narx. 8600 ga 1100 dan 4 yilga chiqadi. 3,6 mingdan chiqadi.
600 ming aka. Davlat raqamlarini eslab qolamiz. Mendan so'raysan. Bu mashinamiz 2015-yil ishlab chiqarilgan. 30% kraskasi bor, 2015 old orqasi. Butun ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa $5800 ga generalli onajonisiga ham hamma mashinadan bonus bor. Dadajonisiga ham $100 chiqadi. Mana 5800 ga bo'lib ketdi akalar. Keling oğlum. Bu mashinamiz 2019-yil ishlab chiqarilgan 4-payizda kraskasi toza. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa bu mashinamizni $8400 ga qilib beramiz. $1000 bilan chiqarib beramiz. Akalar, men qorong'i tushib qolishi sababli men qorong'ida ertaroq ichlarini ko'rsatmayapti demanglar. Ichlari salonlarida chexol, poli nima kami bo'lsa bizdan. Ichlari chiroyli. Bunisi 2024-yil ishlab chiqargan 50 ming yurgan ishlarini ko'rsatib qo'ying mashina. 50 ming yurgan mana akalar. Malibu hamma yo'q qo'ying. Malibu bar, Malibu Salonlarda o'zi juda go'zal holatda ekan. Bu mashinamiz ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 2024-yil ishlab chiqargan 50 ming yurgan $12200 ga qilib beramiz. Bir tomchi ham kraskasi yo'q. Javob. Mana bir oy garantiyasi bor. Korobka, motor hamma yo'q uyga. Mana akalar. Bu mashinamiz 2022-yil ishlab chiqarilgan kraskasi. Buni kraskasini ko'rdinglarmi? Xayrullo mol kraskasiga qarab qo'ydingmi? Petnoy bor, xolos buni. Qayerida petnosi bor? Bu deyarli toza Kraskasi yo'q shekilli buni. yo'q, buni kraskasi yo'q. 2022-yil ishlab chiqarilgan avtomat korobka 4-paysi $900 ga chiqarib beraman. Общий narxi $10400. $900 ga mana akalar. Nexus 3'larda so'raganlar. 2022-yil ishlab chiqarilgan 50 ming, 49 ming yurgan avtomat korobka Nexus so'rayotganlar ishlarini oling o'g'lim. Ishlarini bir qator olib qo'ying. 4 yumshoq balonlari bor. Mercedes juda go'zal holat. Avrat abortlari ichi bor akalar mana. Yangi chexol polilari bor. Buni narxi qancha? 2022-yil ishlab chiqarilgan avtomat korobka juda go'zal holatda. Bu mashinamiz ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, Nexus so'rayotganlarga $1200 ga chiqarib beramiz. 10500 ga qilib beramiz. Ana akalar. 22 Muhammad Yusuf. 22-yil 10500 ga mana akalar. Bular Hasan mexanika 2 ham kraskasi toza, 2 ham 2020-yil kraskasi umuman yo'q mexanika. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa bu mashinalarimiz $8000 dan qilib beramiz. $1100 dan 4 yilga chiqadi. 3.300.000 dan oylik to'lov. $8000 dan akalar ikkalasini tanlab olasizlar. Mexanika ikkalasi. 100 ming atrofdan yurgan. Buni 95imiz akaram. Qayerdan keldi o'g'lim? Yangi tushib keldi bu. 4 yumshoq balonlari bor buning. Ha, bu 2020-yil ishlab chiqarilgan. To'g'ri-ku, qara mashina ko'pligidan esidan chiqdi. 2020-yil ishlab chiqarilgan. 10 shumka mashinaga $2000 navorot qilib qo'ygan. Ishlarni bitta ko'rsatib qo'y o'g'lim. Avtomat korobka Tanero ko'rsatmalarigacha bor. Juda go'zal holat. Ishlarini ham ko'rsatdingmi? Aha. Bu mashinamiz ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa $9000 ga hamma yo'q ichida onajonisiga $100 bonusi ham bor. Mana akalar $9000 ga. Tezlashamiz o'g'lim qorong'u chiqib. Sparklarchi. Bunisi 2022-yil ishlab chiqarilgan 3-payizda Sparkimiz, kraskasi yo'q, toza propan gaz hamma yo'qi bor. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa $1000 bilan chiqarib beramiz. Narxi $8000. $8000 mana 22-yil mexanika akalar. Bu ikkalasi ham avtomat. 2020-yil ishlab chiqarilgan Sparkimiz avtomat korobka juda go'zal holatda. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa $7500 ga qilib beramiz. $1100 emas. 7500 ga akalar mana. 20-yil avtomat korobka. Bunisi Muhammad Yusuf obunachilar uchun bitta bonus. Bunisi 2022-yil ishlab chiqarilgan ko'rib qo'yishlarni o'g'lim avtomat korobka juda go'zal holatda. Akalar 40 ming yurgan. Juda go'zal holatda bu mashinamiz 40 ming kilometr yurgan, bir tomchi ham kraskasi yo'q. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, hali opalarimiz, singillarimiz, ayollarimiz Sparkga qiziqadi-da, Mukomiljon. Avtomat korobka. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa $900 ga chiqarib beraman. O 9400 ga qilib beramiz. $9400 ga mana aka. Keling o'g'lim. Damas so'rayotganlarga Damas 2021-yil ishlab chiqarilgan kraskasi bitta krilochasida bor xolos, boshqa joyda yo'q. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa $5700 ga $500 ga chiqarib beramiz. $5700 ga akalar mana $500 ga Damasimiz. Bu ikki Damasimiz, bittasi 2019, bittasi 2020-yil kraska umuman yo'q. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa $5000 dan qilib beramiz. $1000 dan chiqadi, oyiga $2.400.000 dan. $1000 dan. Bu mashina ham $2.400.000 dan. 2.400 dan. Bu ikki 4 yilga chiqadi, bu 5 yilga chiqadi. Davlat raqamlarini eslab qolamiz akalar. Keling, o'g'lim, tez endi. Bu mashinamiz
9-yil ishlab chiqarilgan. Tok- Juda go'zal holat MX ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 2200 ga qilib beramiz. 2200 ga mana MX so'raganlar akalar prosto. Bu mashinamiz 2010-yil ishlab chiqarilgan, bez kraskasi yo'q, jicha petnosi bor, 3000 dollarga generalli ichida qilib beramiz. Muhammad Yusuf, Aliyuz, Mahmudjon kanallarida hammasida beriladi. Inshaalloh ukalarim Toshkentda ekan. Muhammad Yusufni kanal nimasi orqali videoga olyapmiz. To'g'ri tushunasizlar, sizlarga ilinyapmiz. Arzon mashinalar. Xudo xolasa videoni ko'rib, ertaman yetib kelaverasizlar. Hamma tomonlama sharoit qilib beramiz. Bu mashinamiz 2014-yil ishlab chiqarilgan Nexia Farg'onalik akamizdan barterga olib qoldik. Ertaga kunga 3800 dollarga qilib beramiz. 800 dollar menga siz nomiga chiqarib beramiz. 800 dollar bilan akalar. Bu mashinamiz 2009-yil ishlab chiqarilgan, ertaga kunga bo'lsa bitta bomba bo'lsinmi? Bomba bo'lsin. 2300 dollarga beraman, hech nimasi yo'q. 2009-yil akalar, kraskasi ham ko'p emas bunimizda. Bunisi 2014-yil ishlab chiqarilgan Nexia'miz 200 ming yurgan Komiljon. 200 ming yurgan, bitta eshigini tagida jicha petnosi bor. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa hech nimasi yo'q, 4200 dollarga qilib beramiz. 4200 dollarga mana. Nomerlarni eslab qolamiz akalar. Chokko so'raganlar. Bunisi 2018-yil ishlab chiqarilgan hali Chokko shokolad dedim buniki. Avtomat korobka juda go'zal holatda. Buni dehqon mingan ekan, tayyorlamadik, paralari jicha sanqayib qolibdi, arzimagan narsa. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 8400 ga qilib beramiz. Hamma yo'g'ini go'zal qilib beramiz. Prosta ulgumadik. Bunisi 2020-yil ishlab chiqarilgan 3-paytda kapotda 3 ta kraskasi bor, boshqa joyda yo'q. Hamma yo'g'i toza, 100 ming ko'rib qo'y. 80 ming, 100 ming yurgan o'g'li. To'g'ri Muhammad Yusuf? To'g'ri, 100 mingga bormagan bunimiz. 102 ming yurgan ekan, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa bir pachka yiqib beramiz, 1000 dollar bilan chiqarib beramiz 4 yilga. Ana akalar 1000 dollarga. 4 milliondan chiqadi oyiga. 4 milliondan oyiga. Mashina ham bitta bonus qilib bering. 2022-yil ishlab chiqarilgan mexanika juda go'zal holatda, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa bitta gapiray Muhammad Yusuf bekarga kelib olib ketsa bo'ldi. Ana bekarga. Bekarga mana shu mashina. Faqat 10500 dollar nomingizga bankdan chiqadi. 4 million 400 mingdan 5 yilga qarz olasiz. Yana ertaga u bu demanglar. Bank orqali bekarga biz bosh to'lovini qilib beramiz siz uchun. Bekarga Muhammad Yusuf. Bunisi 22-yil ishlab chiqarilgan 3-paytda umuman kraskasi yo'q, top-toza, go'zal holatda 70 ming yurgan, 900 dollar bilan 13 ming dollarga qilib beramiz. Naqd pul ham, nasiya ham, bank ham hammasi naqd pul biz uchun. 13 ming dollarga. Nomerlarni ham olyapsizmi? Ha. Bunisi 2019-yil ishlab chiqarilgan, kapotida kraskasi bor, boshqa joyda kraskasi yo'q. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 9,5 ming dollarga qilib beramiz. 9,5 ming dollar 19-yil akalar. Bunisi o'zi mukammal nomida. To'g'rimi? Xayrullo To'g'ri, Xayrullo akam nomida. 957 2019-yil ishlab chiqarilgan mexanika juda go'zal holatda, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 7700 dollarga 1100 bilan 4 yilga 3 million 800 ming oylik to'lov chiqadi. Naqd pulga ham, bankka ham 7700. Ana akalar 7700 ga. Bu mashinamizni bekarga berdik-a, 200 dollar bekarga bonus ya, to'g'ri. 200 dollar bonus ham qilib berdik. Yaxshi kuningizga mening ko'rayotgan bo'lsangiz, bittadan partisga, bittadan like qizartirib qo'ying. Bu mashinamiz 2022 ga 23, 30 ming yurgan ekan, ko'rib qo'y, Komil. 30 ming yurgan. 26 ming, 30 ming yurgan. 26 ming yurgan. 26 ming. Mexaniki. 50 to'xtalar ko'rsatib qo'yarsa, kilometri ham noto'g'risi bekarga olib ketaverasizlar. 26 ming yurgan, 22 ga 23. Hali Gentrani avtomat emas, mexanikasini so'rayotganlarga 900 dollarga chiqarib beraman. Narxi 10900 dollar. 10900 ga mana akalar, shu spravka. Ikkalasi ham. Aybi nimada Komiljon, men qorong'i tushib ketmasin deb shashilyapmiz, to'g'ri tushunasizlar. Iloji boricha kelaveringlar. Mayda jivoyini ko'rib maza qilasizlar. Narxlar juda arzon. 2022-yil ishlab chiqarilgan 23 ming yurgan kraska yo'q. Gaz ham qo'yilmagan 707 mashinamiz juda go'zal holatda, ertaga kunga bo'ladi 14 ming dollarga 1600 dollar men chiqadi. 1600 dollarga mana akalar, 14 ming dollarga. Bunimiz-chi. Olib ko'rasizda, umuman kraskasi yo'q, chizig'i ham yo'q, 22-yil ishlab chiqargan juda go'zal holatda. Bu mashinamizni ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 13200 dollarga qilib beramiz. 1150 ga chiqadi, 1100 ga qilib beraman. 1100 dollarga mana akalar, 22-yil. Kraskalar top-toza. Onajonisiga ukajonim. Otajonim, onajonim kimdan kelsa ham 100 dollardan bonusi bor. Narxini qizig'i yo'q mashalar. Otiniga-chi. Uka bunday aylantirib akalarimizga olib qo'ymasin, esdalik olib qo'ysin. Ikkam nima qilmaydi? Muhammad Yusuf, bunisi 2023-yil ishlab chiqargan, kapitalga 1300 dollar bilan chiqadi, oylik to'lov 4 milliondan
ertaga kunga bo'ladigan bu mashinamiz 12 ming dollarga qiladi. 12 ming dollar yana 23-yil akalar. Bunimiz-chi? Buni 20. 2020-yilda ishlab chiqarilgan, juda go'zal holatda. Bitta eshigida kraskasi bor, boshqa joyda kraskasi yo'q. Avtomat korobka 4-paytda 100 ming yurgan. Ertaga kunga 11 ming dollarga qilib beramiz. 1300 dollardan chiqarib beramiz. To'g'rimi o'g'lim? To'g'ri. 11 ming dollar mana akalar 2020-yil. Mashinamiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Kapot tumas chizig'i bilan bitta kriloda kraskasi bor, boshqa joyda yo'q. 100 ming yurgan. Juda go'zal holatda. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 9500 dollarga qilib beramiz. 9500 dollar akalar 3-paytda avtomat korobka. Bunimiz-chi? Mashinamiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Bitta krilos kraska boshqa joyda yo'q. 3-paytda yurgani 200 ming. Juda go'zal holatda. Ertaga kunga 8,5 ming dollarga qilib beramiz. Ana akalar 8,5 ming dollar 2018-yil 3-paytda. Bunimiz-chi? 2021-yilda ishlab chiqarilgan kraska umuman yo'q. 21 mi 22 mi bu o'g'lim? 21. 20. 21 aka 22 ekan Amerikasi. 22-yilda ishlab chiqarilgan ekan akalar. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, mashinamiz 2-paytda kraskasi yo'q, top-toza, juda go'zal holatda. Ancha-muncha qiylangan akalar bor, qiylangan ukalar, qiylangan oilalar bor. Xudo xolasa qo'limizdan kelsa, jicha qissamizni qo'shib bo'lsak, ashtaran xursand bo'lib qoladi. Mashinadan tirikchilik qilsa, ro'zg'orini terib o'tadi. 700 dollarga chiqarib beradi. Ana akalar 700 dollarga jentiramiz akalar. 12'larda oldiga. 12'larda oldik. Trekkerimiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan trekkerimiz juda go'zal holatda. 2023 Eltizi deganda propan gazi bor, 60 ming yurgan, kraska umuman yo'q. 1700 dollarga chiqarib beraman. Muhammad Yusuf. 1700 dollarga mana. 1700 ga narxini ham eshit, 15,5 ming. 15,5 ming dollarga akalar mana. 23-24 yili. Bu turistlarimiz sotildimi o'g'lim? Endi hal bo'ladi bunimiz. Bo'lmasa bu turistlarimizga qo'yib yuboramiz. Endi hali bu 2022-yilda ishlab chiqarilgan juda go'zal holatda 900 dollarga chiqarib beramiz, 13 ming narx. 900 dollar. 12'da olib oldim 12'da. Qilib oldiga 12'da. Ben bittasi mana orqadagilari turibdi, aslimiz. Bunisi 2021 mi kamil? Ya 21 navrotlari bor. 2021 5000 dollar navroti bor. Ishlarini bitta ko'rsatib qo'y. 360 gradus kameralarigacha bor akalar. Pomni shumka bo'lgan krilolarigacha. Malibu bor. Malibu Roll, Malibu sizinalarigacha qilingan 100 ming yurgan akalar bunimiz. 5000 dollar navroti bor. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 12400 dollarga qilib beramiz, 1700 man chiqarib beramiz. O'zi mashinani 5 minglik navroti bor. Bunday orqasiga bunday qilsa ham ochiladimi, o'g'lim? Ha, ashnisi bor, ochiladigan. Ochiladi. O'chirib qo'y, juda go'zal holat. Bu 12simiz qolib ketibdi. Mashinamiz qolib ketdi. 2024-yilda ishlab chiqarilgan juda go'zal holatda. Ertaga kunga 14000 dollarga qilib beramiz. 2000 dollar bilan Anorbankdan 3000 dollar bilan kapitaldan chiqadi. Oylik to'lovlari kapitaldan chiqsa 4 milliondan, Anordan chiqsa 4 million 800 mingdan. Mana akalar Premier Plus'idan 4 yumshoq balonlari bor akalar, kraskalar top-toza. Keling sashilamiz o'g'lim. 515imiz mana akalar 2000. Bunisi 2015-yilda ishlab chiqarilgan, o'g'lim. 2015-yil avtomat korobka. 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Bitta bomba qilaylik, buni ham 22 debman. 2015-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi deyarli ikkita petnosi bor, xolos boshqa joyda yo'q. Kecha barterga olib qoldik. 12 ga barter qildi. Juda go'zal holatda. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 8000 dollarga, onajoningizga 100 dollar, generalingizga ham 100 dollar o'tib beradi. Ana akalar 8000 dollarga. Bugunga ham shu. Bugunga ham shu narx olib ketdi. Bunimizchi? Bunisi 23-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka, bezlik xolos ham maqsadga hamma yo'q bor, to'g'rimi? Ishlarini ham ko'rsat, 30 ming yurgan. 18 ming. 18 ming yurgan. Tayinroq ko'rsatmalarga. Malibu hamma yo'q sharoitlari bor ekan. Mana akalar 18800 kilometr. Malibu hamma yo'q Malibu. Hamma yo'q holatda akalar. 2023-yil birkalar ya. To'g'rimi aka? Bo'lmasa bitta ertaga nasib qilganiga bitta bomba qilib beraylikmi? Bu mashinamiz ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 900 dollarga chiqarib beramiz. Kapitaldan olsa 1800 dollarga chiqadi. Narxi buni 12400. 13,5 dan ham sotdik-ku, to'g'rimi? 12400 dollarga akalar. 12400 dollar. Buni yili nechida? 21 midi? Kimga qiziq bo'lsa 23-yil akalar. 22dagi. Akalar o'zlari ham mashinasi ko'pligidan irs bo'lyapti 21-22. Ha, bo'pti 22 ekan. 21 bo'lsa 500 dollar o'tib beramiz. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 10300 dollarga qilib beramiz. 900 dollar bilan chiqarib beramiz. Avtomat korobka. Avtomat korobka akalar 4-paytda diskalarigacha bor.
Malibu bir so'raganlar hali rosa so'rashyapti ishlab ular. chiqarilgan akalar, biz sizlar keyingi obzorimizda, oldingi obzorlarimizda qo'yiluvdi. Bu parasini remont qildirib qo'yamiz dedik. Toshkentdan keluvdi, rosa chiroyli qilib remont qilib qo'ydik. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa bu mashinamizni salonlarini ham ko'rsatib qo'ydik, to'nni tayyorlab qo'ydik. Hali mana akalar efirda so'rayapti dedilar. Mexanik akalar. Sigalarni ham tozalatib, 200 ming chista yuriga. qilib, Yimchiskala qilib qo'ydik mana akalar. ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa o'g'lim 9200 dollarga qo'ydilar. 9200 dollarga Malibu 1. 2013-yillar bu. 2013 kraskasi bitta orqa kriloda petnosi bor xolos, boshqa joyda yo'q, to'g'ri Mahmud. Gapini qo'yibdi. Bunisi 2021-yil ishlab chiqarilgan, juda go'zal holatda. Bu mashinamiz ertaga kunga 10 ming dollarga qilib beramiz. 800 dollardan chiqarib beramiz. 10 ming dollarga mana akalar, 800 dollarga nomiylar chiqadi. Tayyorlik ko'rsatmalargacha bor. Bunimiz 22 ekan yili. 2022-yil ishlab chiqarilgan Cobalt'imiz 4-payizda ekan, juda go'zal holatda ekan. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 900 dollarga chiqarib beramiz. 10400 dollarga qilib beramiz. 900 dollarga mana akalar, 10400 dollarga 22-yil avtomatga olib. Mana shu oxirgisini o'g'lim. Mana shu 2021-yil ishlab chiqarilgan ekan, 4-payizda Gansibetidan ekan, juda go'zal holatda, bir tomchi ham kraskasi yo'q, top-toza. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa bu mashinamiz 10 ming dollarga qilib beramiz. Onajonimizga 100 dollar ham o'tib beramiz. 1000 dollar bilan chiqarib beraman. Bo'laveradimi? Bo'laveradi. Kraskasi yo'q, tozasi ham. Davlat nomeri 900 dollarga ham qilib beraveraman Muhammad. Ana akalar 900 dollarga olib ketdi. Xudo xolasa, Kraskalar top-toza. opalar, singillar, kuzatuvchilar, hamma Mahmudjonning kanali, Ali Uzning kanali, Muhammad Yusuf kanali, hamma kuzatuvchilarni Alloh o'z panohida asrasin. Ancha-muncha xato kamchiliklar bo'lsa kechirasizlar. Inshaalloh sizlarning xizmatinglardamiz. Xudo xolasa qo'limizdan kelganicha arzon, juda sizlarga qulayli, bankda ham sharoitinglar bo'lsa olinglar, sharoitinglar yo'q bo'lsa arzonroq mashina olinglar. Iloji boricha bankdan olgandan keyin buni vaqtida to'lash kerak. Juda chiroyli qilib hamma yo'lda sharoitlarni o'rganib chiqib, xudo xolasa kelsanglar maslahatlarni beramiz. Hamma o'zimiz jamoa mana xudo xolasa juda chiroyli qilib sizlarga yoqadigan narxlarda qilib beramiz inshaalloh. Manzillarda aytib o'tamiz. Andijonda Piyosbek, Toshkentda yankasi. Piyosbek, Toshkentda yanka desanglar, o'zi Andijonda bitta, boshqa joyda yo'q. To'g'ri kelasizlar. Xudo xolasa Lakassa deb yozsanglar, hamma Lakassa tashab beradi. Inshaalloh xudo xolasa ertamanda o'zim savdodaman. Xudo xolasa qo'limdan kelganicha hammanglarga bonus qilib aybi biz videolar sotilgan mashinalar videolarini qo'ya olmaymiz, video YouTube'ga bo'lakka qo'ymaymiz. Bu o'zimiz uchun, olganlar o'zi uchun. Agar olganlar bo'lsa bittadan kommentariya, bittadan podpiska bosib ketsin. Muhammad Yusuf ham jicha rivojlansa, xudo xolasa juda chiroyli bo'ladi hamma yo'q. Xudo xolasa bartillarimiz bor, mol, qo'y. Bu yerda mashinani Liboy turi, Jiguli 0705 gacha. Inshaalloh hammanglarni xizmatinglardamiz. Hamma bir jamoa. Bu yerda yot inson yo'q. Hammamiz oilaviy, o'zimizning jiyanim, akam, ukam, radnoylarim hammasi shu edi. Xudo xolasa juda chiroyli qilib sizlarga yoqadigan qilib, mana xudo xolasa 70-80 tadan oshiq mashina bor. Xudo xolasa sizlarga xizmatinglardamiz. Mahmudjon Mashina bozor kanali, Ali Uz kanali, Muhammad Yusuf kanalidan hozir 1,5 soat, 1 soatlik ijoratda videolarimiz chiqadi. To'g'ri Muhammad Yusuf? To'g'ri, uzog'i 1 Xudo soatda. xolasa sizlarga yoqadigan qilib juda go'zal holatda qilib beramiz. Nomerlarni aytib o'tamiz. 90lik 648 0001, 99lik 273 0001, 91lik 648 0001, 0002 648 0002, 91lik 618 0002, 91lik 168 0002, 90lik 220 77 79 raqamlariga telefon qilinglar, Lakassa deb yozinglar Telegram'iga, hammasi javob beradi. Inshaalloh hammanglarni mashbollar hamma xizmatda. Muhammad Yusuf Addeni nomeri 168 0002. Shu bolaga Lakassa deb Telegram'iga yozinglar. Javob bermasa ham Lakassa tashab qo'yadi, manzilni bilmayotganinglarga. Shu bola tashlaydi, to'g'rimi o'g'lim? To'ppa-to'g'ri. Bexato. Inshaalloh hammanglar ertaga dushanba kuni 12-yanvar hammanglar kutib qolamiz. Inshaalloh hamma sharoitni, bonuslarni onaxonlarda olib ketinglar. Yozilib ham ketadi, maza qilib ketishadi. Inshaalloh hammanglar kutib qolaman. Rahmat, kam bo'lmanglar.